Faqat bir kun 4-iyul shanba kuni Ideyaning O'zbekistondagi barcha filiallarida texnikalar oyiga 99 ming so'mdan bo'ladi. O'zbekistonda birinchi marta juda katta sovutgichlar ham, konditsionerlar ham oyiga 99 ming so'mdan. Yaxshilab eshitib oling. Faqat bir kun 4-iyul shanba kuni Chillaning eng katta aksiyasiga keling. Ayniqsa Chillada konditsionerlarni oyiga 99 ming so'mdan oling. Qayerda deysizmi? Barcha viloyatlarda kommentariyaga shahringizni yozing va biz manzilni beramiz yoki mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Tushuntirib beramiz. 50 mingdan ko'p texnikalar, katta 2 kamerali sovutgichlar, konditsionerlar, smartfonlar, qirg'och smart TVlar, gaz plitalar oyiga 99 ming so'mdan bo'lib ketdi. Hammasi rost. Bunaqasi faqat Ideya do'konida bo'ladi. Faqat bir kun 4-iyul shanba kuni Ideyaning O'zbekistondagi barcha filiallarida texnikalar oyiga 99 ming so'mdan. Buni kattaligini qarang, bo'yi 176 sm, hajmi 262 litr, juda katta 2 kamerali oq Konin sovutgichi atiga 99 ming so'mdan. Bunaqa narx hech qayerda yo'q. Bundan tashqari juda ko'p modellar oyiga 99 ming so'mdan har xil ranglarda. Buni olishga juda ko'p odam keladi. Siz ham ulgurib qoling. Chillada eng asosiysi hamma kutayotgan bu xalq orasida mashhur bo'lgan Zimaleta 12 Premier inverter konditsioneri atiga 99 ming so'mdan oyiga. Bu narxga bozorchilar ham yig'laydi. Chunki bozorda ham, sklatlarda ham yo'q bu narx. Hitga aylangan Samsung Galaxy A17 barcha ranglarda 99 ming so'mdan. Bu ham kamlik qilsa Redmi Note 14 ham ana bo'lmasa Honor X6 ham oyiga 99 ming so'mdan. Arzonligini qaranglar, 4-5 taga ovorish kerak. Futbolga eng ko'p sotilayotgan qirg'och smart TV atiga 99 ming so'mdan. Kattalarichi desangiz 55, 65, 75 taliklari ham alohida aksiyalar faqat bir kun. Gaz plita kerakmi? Sifatli va chidamli Shivaki yoki Artel plitalari ham aksiyada faqat bir kun 99 ming so'mdan. Hamma gaz plitalariga boshqa aksiyalar ham bor. Ayollarimiz orzusiga aylangan 6 kilogramlik avtomat Laretto kir mashinasi u ham oyiga 99 ming so'mdan. Boshqa modellarga ham bir kun aksiya bor. LG, Samsung, Medialarga ham aksiyalar bor. Xalqimiz mazza qilsin. Faqat bir kun 4-iyul kelish kerak va ulgurib qolish kerak. Shanba kuni ulgursangiz yaqinlaringiz va qarindoshlaringiz bilan siz ham keling. Shoshiling. Barcha do'konlar ertalab 9:00 da ochadi va so'nggi mijozgacha ishlaydi. Tovarlar juda ko'p, lekin ularning soni cheklangan. Nasib qilsa, siz ham olasiz. Eslatib o'tamiz, Ideya do'konida boshlang'ich to'lov yo'q, qog'ozbozliklar yo'q, kafillar mutlaqo kerak emas. Sizni 4-iyul kunlari Ideyaning barcha do'konlarida kutib qolamiz.